yer sharining eng janubiy chekkasida qor bilan burkangan poyonsiz o'lka yastanib yotibdi. Bu uzundan uzun tunlar, shiddatli bo'ronlar va go'zallikda qiyosi yo'q g'aroyib yog'dular saltanati Antarktida. Bizning filmimiz Adel urug'idan bo'lgan pingvin bolasi Lolo haqida. Biz Loloning vatani, uning bolaligi, ko'rgan kechirganlari haqida hikoya qilamiz. Jajji pingvin Loloning boshidan kechirganlari. Birinchi film. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashaydilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular in quradilar, tuxum bosib yotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Mana pingvin oylar ham yetib kelishdi. Toto! Xayriyat yetib kelibsan, Lala. Judayam chiroyli in quribsan, menga yoqdi, Toto. Bu yil albatta polapon ochib chiqaramiz deb o'ylayman. Noyabr o'rtalarida Antarktidada bahor boshlanadi. Pingvin oylar bu mahal tuxum qo'yadilar. Keyin darmonlarini tiklash uchun dengizga yo'l oladilar. Xo'p, men ketdim, Toto. Yaxshi, bora qol. Senga ishonsam bo'ladimi? Bo'lmasa-chi, men yaxshi ota bo'laman. Oylar ketganida tuxumlarni pingvin dadalar bosib o'tirishadi. Chaqalaylardan ehtiyot bo'l. Tuxumlarimizni quritgani payt poylashyapti. Xotirjam bo'l, Lala. Bu yil tuxumlarni ularga oldirib qo'ymayman. Salom, Gugu. Salom, papa. Xo'sh, qalay ob-havo? Chidaymiz-da, bundan battari ham bo'ladi. Hamyog'im uyushib qoldi, sal oyog'im yotsam bo'lardi. Ana yozib ko'rchi. Ana o'tirishibdi payt poylab. Pingvin oylarning dengizga ketishganiga 1,5 oy bo'ldi. Lekin pingvin dadalar ochlikdan sillalari qurigan bo'lsa ham hamon o'z uyalarida tuxum bosib o'tirardilar. Qayoqqa?
Popo, Qornim ochib ketdi, ortiq chidamayman. qarovsiz qoldirmanglar uyalarni. Qaytinglar. Ey, qaranglar. Chaqalaylar uchib kelishyapti. Bularni o'lsam ham bermayman. Mana dengizdan pingvin oilar ham qaytishdi. Lekin ko'p uyalarda motam edi. Sen bilan faxrlanaman. Sen haqiqiy otasan. Voy, qanaqa pingvinsan axir. Endi holimiz nima kechadi? Kechir meni, Mimi. Lala, gunohkorman seni oldingda. Qo'shni uyasini qo'riqlayman deb o'zimizni tuxum asrab qola olmadim. Hozir bu bizniki, bunisi sizlarniki. Sen qutqarib qoldingmi? Popo, Toto bizni tuxumimizni saqlab qol. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman, Toto. Sen bizni haqiqiy sardorimizsan. Biz bitta bola bilan ham baxtli yashaymiz. Biz uni haqiqiy pingvin qilib o'stiramiz. Ko'p o'tmay chaqaloqlar tuxumdan chiqishadi. Endi pingvin dadalar ham ovqat yeb kuch yig'ish uchun dengizga yo'l oladilar. Ha, mana bizni qahramon. Salom, bolakay. Men seni oying bo'laman. Qani, oyi deb aytchi. Oyi. Qani, aytchi. Oyi. Girgitali bo'lay. Toto, biz o'g'il ko'rdik. Unga Lolo deb ot qo'yamiz. Qani bolakay? Lolo deginchi? Uni qara bilan farosatliki o'g'limiz. Ollo emas, Lolo. Yo'q, haqiqatdan ham aqlli bola. Maqtayverma bolani. To'g'ri ayting, Lolo. Katta boboyning oti ham Lolo bo'lgan. Lolo. Negadir juda ham shu. O'g'il bolada shuning uchun ham shu. Hamma baxtiyor. Har bir pingvin o'zicha baxtiyor. Dekabrning oxirida Antarktidada avji yoz payti. Muzlar erib, dengiz juda yaqin kelib qoladi. Endi pingvinlar o'z uyalaridan uzoqlashmay ovqat axtarishlari mumkin.
Ehtiyot bo'l, Toto. Oilalar va dadalar bolalari uchun galma-gal ovqat olib kelgani borishadi. Yetar bo'ldi endi. Nimaga bo'ldi endi? Nimaga bo'lardi? Ko'p yevarsang qorning og'rib qoladi. Nimaga qornim og'riydi? Nimaga bo'lardi? Og'riydi, vassalom. Vassalom degani nima? Vassalom deganim vassalom bo'ldi, jonimga tegma. Bo'lmasa nimaga tegay? Voy, qanaqa bola bu o'zi? Qayoqdasan, Lolo? Qayoqqa bekinding? Lolo! Qayoqqa ketib qolding? Pigo buva, siz mabodo Loloni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayerga g'oyib bo'ldi ekan, Zubrasha? Yana bering. Yana bering. Yana bering. Yana bering. Voy, axir bolaku. Bu yoqda ekansan-da, qidirmagan joyim qolmadi seni. Qani yur uyga bolam. Aya, nimaga gigi bilan zizi qo'shaloq? Men bo'lsam bittaman. Nimaga desang, o'zi shunaqa. Bilasanmi, Lolo? Akasi, singlisi bo'lgan pingvinchalar ham bor, lekin yolg'iz yashaydiganlar ham uchraydi. Mana bizni Pepe ham yolg'iz. Nimaga uni akasi yo'q? Nimaga desang, Yomon bo'lmasdi, ikkovinglar birga o'ynasanglar. Bo'pti. O'rtoq bo'lamiz. Nerpalar avlodida ham bolalar tug'ildi. Qaroqchi chag'alaylar oilasida ham jo'jalar tuxum ochib chiqishdi. Nimaga meni ko'chaga chiqishim mumkin emas, dada? Nimaga desang, sen hali juda ham kichkina bolasan. Biron bir falokatga uchrashi mumkin kichkina bola yolg'iz chiqsa. Nimaga? Sen avval katta bo'l, kuch-quvvatga to'l. O'shanda hatto dengizga ham borishing mumkin bo'ladi. Dengiz degani nima o'zi? Nima bo'ldi? Gugu. Odamlar kelishdi paraxodda. Gugu. Borishmasin odamlarga. Men ham hozir boraman. Yaxshi. Odamlar degani nima? Keyin tushuntiraman. Joyingda qimirlamay o'tir. Xo'pmi, Lolo? Odamlar bizga baxtsizlik keltiruvchi mavjudotlardir. Ilgari odamlar juda ham olis tomonlardan kelishib, hamma pingvinlarni bir chekkadan qira boshlagan edilar. Endi bo'lsa ular bizni tutib olib ketishadi allaqanday zooparkka. Nima degani zoopark? Aytib bera qoling. Buvajon. Aytib bera qoling deydi-ya. Nimani ham aytib beray, o'zim ham hech narsa bilmaganimdan keyin. Ko'p qiralik qilaverma. Jonga tegding.
Ularning qaysi biri odamlar ekan? Bu ana o'tirgan kattakonimi yo kichkina sovqin solayotganimi? Odamlar, to'xtanglar! Odam... Oy. Qoyil! Sen kimsan? Pipi, men Loloman. Pipi, sirg'anchiq uchishni xohlaysanmi? Shunaqa maza qilasanki. Mayli, keyin tushuntirib berarsan. Hozir eningdan chiqishingga yordamlashaman. Jaqli yomon emasmi oying bilan dadangni? Sen qo'rqma, ularga men bilan o'rtoq bo'lganingni aytsang, seni urishmaydi. Hech kim ko'rmadimi meni bolammi? Lala xola, Lolo mana bu yoqqa ketdi. To'g'rimi Shishi? Ha, ana u yoqqa ketdi. Voy, sho'rim, endi nima qildim? Bo'ldi, boshqa chopolmayman. Kimsan? Menmi? Kuchuk bola. Don. Eski mosiyatining o'g'liman. Sen odamlar emasmisan? Yo'q. Odamlar? Ha, mana bu yoqda. Bu odamlar ilmiy tekshirish stansiyasining xodimlari. Ular bu yerga yil boshida uchib kelishgan. Antarktidani o'rgangan. Pigo buvam bo'lsa, ular bizga baxtsizlik keltiradi deb aytdilar. Ular bizlarni tutib, olib ketishayotgan qandaydir zooparkka. Ular brakonyerlar bo'lsa kerak. Biz ham ularni yomon ko'ramiz. Bu stansiyadagi odamlar unaqa ishlar bilan shug'ullanmaydi. Bizdan Ular yaxshi odamlar. Sen oting nima? Yalamaysanchi. Yalamaysanchi deyapman senga. Iya, pingvin bolasi-ku. Qo'rqma bolakay. Adashmasam yiqilib tushganga o'xshaysan uyingdan. Don. Uni uyasiga olib borib qo'ymaymizmi, ha? Qo'rqma bolakay. Ana yetib ham keldik. Borgin yana. Lolo, rosa maza qilib o'ynaymiz borsak. Mayli, borarman. Xayr.
Lolo, keta turib nima deganidim? Joyingdan qimirlama demaganmidim? Nima, esingdan chiqdimi? Seni jazolashga majburman. Yaxshi emas, o'g'lim. Men judayam xavotir oldim, bolam dadang ham xavotir oldi. Biz seni yo'qolib qolding deb o'ylovdik. Jinni bo'lib qolishimizga sal qoldi. Qani so'z ber. Endi hech ham bunaqa qilmayman deb. So'z beraman. Taxminan yanvarning o'rtalarida biroz eskirib, katta bo'lib qolgan pingvinchalarni o'ziga xos bolalar bog'chasiga yig'ishadi. Bu yerda tarbiyachilar bolalarga hayot hikmatlaridan saboq beradilar. Xullas gap bunday. Bolalar, jim bo'linglar. Kimga gapiryapman? Jim. Shunday qilib, biz pingvinlarni ikki xil dushmanimiz bor. Biri quruqlikda, ikkinchisi dengizda. Bizni birinchi dushmanimiz bu vahshiy chaqalaylar. Ular osmondan siz bolakaylarni kuzatishadi. Xuddi hozirgidek ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, shuning uchun sizlar doim hushyor bo'lib osmonga qarab yurishingiz kerak. Agar ular hujum qilsa, darrov qochib biron bir pana joyiga berkininglar. Tushundinglarmi? Tushundik. Barakalla. Dengizdagi dushmanimiz. Ana, ko'ryapsizlarmi? Ana, suvdan qora suzgich chiqib turibdi. Bu akula. Uning kuchi ham, tishlari ham ko'p. Shunaqangi darg'azabki, yoniga borib qolgudek bo'lsangiz, bir zumda yutib yuboradi. Ana u muz parchasi ustida yotgan dengiz qoploni bo'ladi. Nega kulyapsan? Lekin ular bizga faqat suvda hujum qilishlari mumkin. Quruqlikda bo'lganlaringda ulardan hech ham qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Bega buva, do'stlarimiz ham bormi? Do'stlarimizmi? Ana o yerdagi fontanni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. U zangori kit. U bizning do'stimiz. Juda mehribon do'st. Bega buva. Nima deysan, Lolo? Ana bahaybat hayvonchi. Umi. Bu hayvonning oti bolalar dengiz fili. U faqat baliq yeb kun kechiradi. Shuning uchun biz undan qit'aga ham qo'rqmaymiz. Juda yovvosh jonivor. Hozir mana ko'rdingizmi? U juda ham yovvosh, juda ham beziyon. Qalay? Mana Gapimni diqqat bilan eshitinglar bolalar. Tez chopish uchun bo'yinni oldinga cho'zish kerak. Mana bunday. Ikki tomonga qanotingizni kering. Barakalla. Endi hammamiz baravar chopdik. Judayam tez chopyapsan, Lolo. Bunaqada charchab qolasan. Bugun biz sakrashni o'rganamiz. Qani, sen sakrab ko'rchi, Gigi. 1, 2, 3. Yaxshi.
Endi sen Zizi. 1, 2, 3. Barakalla. Endi sen sakra Pepe. Ha, nima bo'ldi Pepe? Voy, men qo'rqma. Xohlasang, sen bilan birga sakrayman. Yaxshi. Birga sakranglar. 1, 2, 3. Lolo, sen yana oshirib yubording. Bog'cha opa-nini, qachon bizga dengizda suzishni o'rgatasiz axir? Vaqt bor hali. Nimaga desanglar, qanotlaringiz hali katta pingvinlarnikiday unchalik baquvvat emas. Mana shuning uchun dengizda suzishga hali ancha vaqt bor. Attang. Voy, jak qiziq-ku. Voy. Bog'cha opa, Lola suvga chiqyapti. Ana, aytmaganmidim. Suvga tushishlaringga hali vaqt bor deb sizlarga. Mana, nima ahvolga tushishlaring mumkinligini ko'rib qo'yinglar. Endi bolalar, sirpanchiq uchishni o'rganamiz. Manimi men? Ey! Tushaveringlar! Maza qilasizlar! Ha, nima bo'ldi, Pepe? Qo'rqyapsanmi yana? Birga uchamiz, Pepe. Shu yo'sinda Lolo va uning do'stlari o'z tarbiyachilaridan har kuni biron bir yangi narsa o'rganishib, asta-sekin katta bo'la boshlashdi. Film tugadi. Jajji pingvin Loloning boshidan kechirganlari. Ikkinchi film. Bolalar bog'chasida orom payti. Pingvinchalar charchashgan. Miriqib dam olishlari kerak. Lekin oralarda negadir Lolo ko'rinmayapti. Qayoqqa ketdi ekan? Mana bu yoqda ekan. Yana bir nimani boshlamoqchi shekilli. Qayoqqa Lolo? Men haligi nima edi? Bilasanmi? Meni do'stim bor. U haqiqiy do'st. Xohlasang, u bilan tanishtirib qo'yaman. Yuring oldiga. Qayoqqa? Qo'rqma, uzoqmas. Qara. Ular Pepe bilan Lolo-ku. Shoshmay turishsin, aytib beramiz bog'cha opamizga. Hozircha hech kimga jurq etma. Lolo, otapimizni berishsa-chi? Berishmaydi. Kim o'zi o'sha do'sting? Uni otasi eskimoslar ko'pagi. U haqiqiy do'st. Bu ilmiy tadqiqot stansiyasi. Tadqiqot? Voy. Ha, birinchi gal men ham ayta olmaganman. Ilmiy tadqiqot stansiyasi. Endi 100 marta qaytaralaman. Ilmiy tadqiqot. Qo'rqma. Do'stim shu yerda yashaydi. Uni oti Don. Don! Kim baravar chaqiramiz? Don! Don! Hey! Ana u!
Alo, kelganing juda yaxshi bo'ldi. Seni juda sog'inganman. Men ham seni sog'indim. Duan, men yolg'iz emasman. O'rtog'im bilan keldim. Uning ismi Pepe. Pepe, qo'rqma, u qopmaydi. Ustimga mininglar, aylantirib kelaman. Yuringlar, sirpanchiq uchamiz. Men uchishni bilmayman. Biz o'rgatib qo'yamiz. To'g'rimi, Pepe? Qani ketdik. Do'st! Yirtqich chaqalaylar. Endi nima qilamiz? Pego bobo, ulardan berkinish kerak degan edi. Bo'l tez. Mininglar, tezroq. Mahkamroq, shuninglar. Saflaninglar bolalar. Mashg'ulotni davom ettiramiz. Bo'la qolinglar dombolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qiziq. Nima bo'ldi, Nini? Ikkita bola kam. Haqiqatan ikkita bola yo'q. Lolo bilan Pepe. Endi nima qildim? Voy. Achishtirdimmi? Hech qisi yo'q, qo'rqma. Tuzalib ketadi. Kim biladi? Lolo bilan Pepe qayerda? Murabbiya opa-nini, biz ko'ruvdik. Ular tepalik tomonga ketishayotgan edi. To'g'rimi, Gigi? Ha, ular so'ramasdan ketishdi. Ha, ana tepalikka. Ha, o'zim ko'rdim. Tepa ortida odamlar yashaydi. Sho'rimiz quradi. Odamlar ham dushmanimiz ekanini ularga aytmabman. Endi nima bo'ladi? Pego bobo. Agar odamzod ularni tutib olsa, hayvonot bog'iga berib yuboradi. Keyin biz bolalarimizni hech qachon ko'ra olmaymiz. Ularni qutqarish kerak. Bolaginam Lolo. Bechora Pepe. Voy, nima g'uvillayapti? Odamzod kelyapti. Hammanglar bekininglar.
Qaranglar, bular Lolo bilan Pepe-ku. Mana uylaringga yetib keldinglar. Bora qolinglar. Rahmon, amalga! Ko'rishguncha xayr! Lolo, Xayriyat! Tirik ekansizlar. Voy, tirik ekansizlar, Xayriyat. Bilasizmi, oyi, ular bizni yirtqich chaqaloqlardan qutqarishdi. Ha, baxtlilar bor ekan. Odamlar ikki xil toifada bo'lishadi. Birinchi xili bizni tutib o'ldiruvchi yomon odamlar, ya'ni o'g'ri ovchilar. Ikkinchi xili stansiyada yashovchi yaxshi odamlar. Juda yaxshi odamlar. Sen bilan Lolo uyga borganda gaplashamiz. Ko'p narsalar unutilib ketdi. Tez unutib yuborish o'zi bolalarga xos. Lekin qaranglar, ular ancha katta bo'lib qolishdi. Seni qarayu. Nimaga qo'rqib ketmading, Lolo? Men o'ylayapman. Nimani? Qushlarni o'ylayapman. Esingdami, Pigo bobo? Bizlar ham qushmiz deb aytgandi. Albatta qushmiz. Unda nimaga uchmaymiz qushlarga o'xshab? Nega shunday g'amgin? Nimaga desang, biz uchishga urinib ko'rmaganmiz. To'g'rimi? Bir uchib ko'rish kerak. Men albatta uchishni o'rganib olaman. Yur tepalikka. Mana ko'rasan, o'rganib olaman. Keyin uchib ketaman. Ko'p qiziq narsalarni ko'raman. Qaytib kelib, aytib beraman. Oy. Lolo, lat yemadingmi? Yo'q, bu tepalik to'g'ri kelmadi. Juda ham past ekan. Qulay ekan. Lolo, qo'y sakramaga, yiqilib mayib bo'lasan. Juda baland ekan. Sakramaganim ma'qul. Pepe, qo'rqib ketdingmi? Judayam, o'zingchi. Uncha emas. Axir muz parchasida suzyapmiz. Nima qilibdi? Oyim qani, dadam qani? Sog'indim ularni. Agar shunaqa piqilaversang, boray deb ketvoraman. Qayoqqa? Bilmayman. Muz parchasini narigi chekkasiga. Yo'q, ketma, yig'lamayman. Endi nima qilamiz, Lolo? Biron iloji topilar. Bu yoqqa qara. Pingvinlar. Xuddi bizga o'xshashar ekan. Menimcha ular o'xshamaydi bizga. Axir ular qirol pingvinlari. Pigo bobo ularni juda ham mag'rur deb aytgandi. Baribir ulardan yordam so'raymiz. Hey, hey, hey! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Biz ham pingvinlarmiz! Yordam beringlar!
Boqqa tushmaydi. Aytdim-ku senga, ular mag'rur deb. Tentaklar! Uyga ketaman, uyga ketgim kelyapti. Biz albatta uyimizga qaytamiz. Mana ko'rasan. Lolo! Pepe! Qayerdasizlar? Lolo! Pepe! Lolo! Pepe! Javob beringlar! Lolo! Pepe! Qidirmagan joyimiz qolmadi, lekin na Loloni, na Pepeni topdik. Hech qayerda yo'q ular. Hech qayerda. Oh lolo, qayerlarda yurgan ekan bolaginam. Ko'p kuyunaverma Lala, o'zingni bos. Yurib qaytib keladi. Albatta qaytib keladi. Ha, hali hech bunaqasi bo'lmagan edi. Ishonchim komil, ular tirik, sog' salomat. Kelinglar atrofni yana bir qarab chiqaylik. Ha, to'ppa-to'g'ri. Balki ular biron jarlikka tushib ketib, qutqarishimizni kutib yotishgandir. Ehtiyot bo'l, Lolo! Biroq qornim ochdiki. Menikiyam. Dengizda yeydigan narsalar rosayam ko'p. Qanday qilib olamiz? Hali suzishni bilmaymiz-ku. Voyjon! Pepe, yuqoriga tirmash. Och, nochor va himoyasiz Lolo bilan Pepe o'z qadrdon sohillaridan borgan sari uzoqlashib ketayotgan edilar. Oldinda ularni nimalar kutyapti ekan? Film tugadi. Pingvin bolasi Loloning boshidan kechirganlari. 3-film.
Voy, bu nima? Hoy, yordam beringlar. Hoy. Voy. Bizni qutqarishdi, Pepe. Qani tortaver. Yaxshi. Kichkintoylar chakka emas ekan. Ular evaziga yaxshigina pul berishsa kerak. Bizni qutqarishdi. Bizni qutqarishdi. Bu yerda pingvinlar uchrab qolgani qiziq. Bu yil rosa omadli keldi-da. Voy, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring, og'riyapti. Og'riyapti axir. Bizni qayoqqa olib ketyapsizlar? Og'riyapti. Bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Bizni bu yerdan chiqarib yuboring. Axir bizni qutqardingiz-ku. Bekorga ovora bo'lyapsizlar. O'zingizni bosib oling. Kim bu? Sen kimsan? Mak. Men ismim Mak. Ukauri urug'idanman. Men Loloman. Men esa Pepe. Chindan ham sizlarni qutqarishdi deb o'ylayapsizlarmi? He, laqmalar. Nahotki brakonyerlarning qo'liga tushganinglarni bilmagan bo'lsangiz. Xo'sh, kapitan. Ularni yaxshigina narxga pullash mumkin. Bilasizmi, kapitan, agar qit'aga yaqinroq borsak, istaganimizcha tutib olsak bo'ladi. Yaxshi. Biz albatta mana bu bo'sh qafaslarni pingvinlar bilan to'ldirishimiz kerak. Albatta, kapitan. Xo'sh, endi ular brakonyer ekanligiga ishondinglarmi? Ha, ishondik. Endi bizni hayvonot bog'iga topshirishadimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi hech qachon oyim bilan dadamni ko'ra olmaymizmi? Men buni sirayam istamayman, Lolo. Men ham xohlamayman. Hayvonot bog'iga borishni hech kim istamaydi. Men bo'lsam bunga ko'nikib bo'ldim. Nega endi? Yaxshisi qochamiz. Qayoqqa qochamiz? Bir necha marta urinib ko'rganman. Ko'rib turganingizdek natija chiqmadi. Agar biz anavi matoqni ko'tarsakchi? Anavi. Unga bo'yimiz yetmaydi. Voy ko'ppak. Undan qo'rqmanglar. Bu qari ko'ppak Jack. Yana ikkitasi tushibdi-da, ha? Hoy qariya, nega xursand bo'lyapsan? Senga yaxshi. Sen qafasda emassan. Albatta yaxshi. Yaramas qo'riqchi. O'sha brakonyerlarga xizmat qilasan. Undan ko'ra bu yerdan chiqishimizga yordam bersang bo'lardi. Qo'riqchi bo'lsam nima bo'pti? Indamay qo'riqlab o'tiraman. Hech narsadan bezovta bo'lmayman. Uyga qaytgimiz kelyapti. Bu yerdan chiqib ketishimizga yordam bersangizchi? Iltimos, yordam bering. Oyim bilan dadamning yo'llariga borgim kelyapti. Oldin masxara qilishadi, keyin chiqib ketishimizga yordam bering deb iltimos qilishadi. Xo'sh, qafasdan chiqdinglar deylik. Keyin nima bo'ladi, xo'sh? Atrof dengiz, kasatkalar, dengiz sherlari bor. Ota-onangiz oldiga qanday qilib yetib borasizlar? Yaxshisi ovozinglarni chiqarmasdan jim o'tiringlar. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Almashamiz. Sen men ustimga chiqasan, men ko'tarilaman. Xo'sh, nima? Yetdingmi? Yo'q. Endi-chi? Yo'q. Baribir yeta olmayapman. Pepe, boshimga chiqib olgan. Yana ozgina. Pepe, qani, yana ozgina. Qani bo'la qol. Xo'sh, Yo'q, o'xshamadi.
Hech qisi yo'q. Ke, yana bir marta urinib ko'ramiz. Nega uxlay qolishmaydi? Namuncha shovqin solishmasa? Yana ozgina. Ehtiyot bo'linglar. Yana ozgina cho'zilganingizda yetar deylar. Ozgina yetmay qoldi. Sal balandroq bo'lganimda edi. Pepe, yig'lama. Balki yana bir marta urinib ko'rarmiz. Baribir qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Bu Jekning ovozi. Demak, dovul bo'ladi. Dovul bo'lish oldidan u doim shunaqa uvullaydi. Ular baribir qaytishmadi. Qayerda qolishdi ekan? Biz atrofni izg'ib chiqdik, lekin ularni topmadik. Balki kasatkalarga yem bo'lishgandir yoki dengiz sherlarigami? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ishonchim komil. Ular tirik, to'g'rimi, Toto? Albatta, Lala. Oh, Lolo, o'zimni bolajonim. Endi biz ozod bo'lamiz. Qoyil. Sekin, eshitib qolishadi. Senga katta rahmat, Lolo. Ketdik. Bo'la qol. Qayoqqa? Menimcha, ana u yoqqa. Menimcha pastda tashqariga chiqadigan joy bo'lishi kerak. Shu yerdami? Voy, qo'rqaman. Mayli, men birinchi bo'lib tushaman. Tushaveringlar, hech kim yo'q ekan. Bizni payqashmadi shekilli. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Endi tezroq qochish kerak. Yaxshilab qorinni to'ydirib, keyin juftakni rostlaymiz. Bu nima bo'ldi? Balki buni yeyish mumkindir. Menimcha, yesa bo'ladi. Qo'rqma, Pepe, yeyaver. Odam kelyapti. Qochishimiz kerak.
Menga qara, nimadir bo'lganga o'xshaydi. Buni qara. Buni kim sochdi ekan, ha? Pingvin bolalarini ko'rmadinglarmi? Yo'q, nima bo'ldi o'zi? Qochib ketishibdi. Qafasni ochib, qochib ketishibdi. Nima? Demak, bu o'shalarning ishi ekan-da. Boshga bitgan balo bo'lishdi-ku. Tezroq qidiringlar. Ular bizni qidirishyapti. Endi nima qilamiz? Yashirininglar. Bu nima? Nima? Qochib ketishdimi? Hozirroq tutinglar ularni. Mana ular. Tezroq tutinglar. Ha! Qo'lga tushdinglarmi? Hoy, Pepe, bu yoqqa. Qo'yvor. Qo'yvor. Ushlanglar. Ushlanglar ularni. Tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Qani ko'ppak. Yo'lga cho'zilib olganini-chi? Lolo bilan Pepe qayoqda qolishdi ekan? Hoy, Lolo, Pepe. Voy, bu Makku. Hozir. Pastga tushib bo'lishdi. Tezroq to'rni olib kelinglar. Sal engashsang-chi, Landover. Langarni ko'tarish kerak. Tezroq ko'tarish kerak. Tezroq! Kapitan, yana dovul bo'ladiganga o'xshaydi. Jek ullaganda doim dovul ko'tariladi. Hamma o'z joyini egallasin. Endi nima qilamiz, Lolo? Bizga yordam bermoqchi. Tezroq sakranglar. Qani bo'l, Pepe. Xayriyat. O'zi ham rosa dahmasa edi-da bu zumrashalar. Rahmat, Jek buva. Rahmat. Ko'rishguncha. Qornim biram ochib ketdiki.
Meniki ham. Nima qilamiz? Mayli, bir urinib ko'raman. Nimani urinib ko'rasan? Suvga sakrab olib chiqaman. Uddalarmikinsan? Rost aytyapsanmi? Agar hozir ozuqa topib qornimizni to'ydirib ola olmasak, hech qachon uyimizga qayta olmaymiz. Shuning uchun bir urinib ko'rmoqchiman. Qani, urinib ko'rchi. Bo'pti, men ketdim. Cho'kib ketmadimikin? Hoy! Lolo! Qaranglar. Qanotlarim kuchga to'libdi. Qaranglar. Xo'sh, qalay? Suzishni o'rganib olibmanmi, a? Qoyil. Biz endi katta bo'pmiz. Qani, tushinglar bu yoqqa. Qo'rqmanglar. Ha, yaxshi. Hozir tushaman. Men ham suzyapman. Men ham urinib ko'raychi. Anchadan beri bunaqa ovqatlamagandim. Men ham. Hammasi uchun Lologa rahmat deyishimiz kerak. Ha. Meni nima aloqam bor? Hammamiz o'z kuchimiz bilan o'zimizga ovqat topib yedik. Voy! Qaranglar, anavi nima? Qaranglar. Akulalar. Ular bizni yeb qo'yishadi. Bu kitlar-ku. Ulardan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ular beziyon. Ular bizni yeyishmaydi. Kitlarmi? Albatta. Pigo buva, ular bizni do'stimiz degan. Kelinglar, ulardan bizni uyga olib borib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Salom. Bizni uyimizga olib borib qo'yinglar, iltimos. Qoyil! Zo'r ish bo'ldi. Ha! Qaranglar, juda ham tez suzar ekan-a. Zo'r-a. Uni qaranglar. Sileniyeva tog'i. To'g'ri aytyapti. Bu Sileniyeva tog'i. Xayriyat. Katta rahmat senga, kit bolasi. Rahmat. Ko'rishguncha. Qani, ketdik. Hali uzoqmi? Yo'q, ozgina qoldi. Mana bu tepalikdan o'tib, vodiyga tushsak, o'sha yerda bizning makonimiz bo'ladi. Mana yetib keldik. Biz shu yerda yashaymiz. Voy, biznikilar qayoqqa g'oyib bo'lishibdi? Hay! Hay! Ular kim bo'ldi ekan?
Lolo bilan Pepe shekilli. Ular qaytib kelishdi. Birga kelgancha bo'ldi ekan. Ular qaytib kelishdi. Ular qaytib kelishdi. Lolo bilan Pepe qaytib kelishdi. Lolo, Pepe, oyijon, Pepe. Albatta qaytishadi deb aytgandim-ku. Ularni katta bo'lishganini qaranglar. Lolo, dada, katta bo'lib qopsan, Lolo. dada, men Mayli, xayriyat soppa sog' ekansan. Ancha katta bo'lib qopsan. Endi o'zingni bemalol himoya qila olasan. dada, uning ismi Mak. U bizni do'stimiz. U biz bilan birga brakonyerlardan qochdi. Biz bilan birga qolsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Do'st orttirganing yaxshi bo'pti. Falokat! Nima bo'ldi, Nini? Kichkintoylarimizni odamlar tutib olishdi. Nima? Shoshmanglar. Bolalarimizni qaytaringlar. Buvajon, bizni qutqaring. Qutqaring. Buvajon, Bizni qutqaring! Yordam bering! bizni qutqaring. Buvajon, Qutqaring! qutqaring. Yordam bering! Buvajon. Yordam bering! Shoshmanglar. Toto qayerda qoldi ekan? Qolganlar qani? Pega buva. Qora kiyimdagi odamlar bolalarimizni dengiz tomonga olib ketishdi. Qora kiyimdagi odamlar? Dada, bu o'sha brakonyerlar bo'lsa kerak. O'sha biz ulardan qochgan odamlar. Nima? Tezroq bolalarni qutqarish kerak. Qani yuringlar meni ketimdan. Tezroq harakat qilinglar. Ana qancha bo'lib to'planishibdi. Shoshmanglar. Bolalarimizni qaytaringlar. Nega jim turibmiz? Hozir ketib qolishadi. Hamma ortimdan. Ularni o'jarligini-chi, qani bir qo'rqitib qo'yaychi. Tom, nimadir bo'lganga o'xshaydi.
Mana yoz fasli ham tugadi. Kelib ulgurmasimizdan ketadigan paytimiz bo'ldi. Tom, sen ham zerikib qolding shekilli. Do'sting, pingvin bolasi ham katta bo'lib qoldi. Endi uni sen bilan ishi yo'q. Boshqa pingvinlarimiz bilan sardorimiz Stay ham nobud bo'ldi. Hozir qayg'urib o'tiradigan payt emas. Shimoliy dengizga yo'l oladigan vaqt keldi. O'zimizga yangi sardor tanlashimiz kerak. Men Loloni tavsiya qilaman. Menimi? Qo'rqma. Men senga yordam berib turaman. Sardor bo'lishni uddalaysan. Rozi bo'l, Lolo. Sen albatta sardor bo'lishing kerak. Yaxshi. Mak, sen ham biz bilan birga ketasanmi? Senga katta rahmat, Lolo. Lekin men o'zimiznikilarni qidiraman. Mart oyining boshlarida Antarktidada kuz fasli tugaydi. Pingvinlar o'z qit'alarini tashlab, Shimoliy dengizga yo'l olishadi. Ular aprel oyidan sentyabr oyigacha bo'lgan Antarktidani uzun qishini o'sha yerda o'tkazishadi. Qish tugagach, pingvinlar yana o'z vatanlariga qaytishadi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.